Assalomu alaykum barchaga. Bugun biz sizlarga Zo'r taksida qanday qilib mijozlarni olishni o'rgatib o'tmoqchiman. Xo'p, demak, birinchi Zo'r taksiga kirganingizda sizdan shunaqa ma'lumot so'raydi, ya'ni telefon raqami so'raydi, ya'ni Telegram'i bor, telefon raqami so'raydi. Biz shunchaki Telegram'i bor raqamni kiritamiz. Misol uchun mana bu raqamni ko'chirib olaman, ya'ni mana shu Telegramni. Xo'p, chatga o'tadigan bo'lsak, hech qanaqa xabar yo'q. Xo'p, bu yerga endi shu ko'chirilgan raqamni bosib turib qo'yaman. Qo'ydim. Mana bu joyda foydalanish shartlariga rozilik bildirishingiz kerak, keyin kodni yuborishni bosishingiz kerak. Xo'p, kutamiz. Mana bizga kod yuborildi sizga Telegramingizga deyapti. Xo'p, biz mana bu pastdan kirib, mana Telegramga kiradigan bo'lsak, mana Telegramimizga kod kelibdi. Shu kodni ko'chirib, shunchaki mana shu joyga kiritamiz. Hop, keyin mana bu chiqqan tugmani bosamiz. Hop, yuklanmoqda deyapti. Mana biz ro'yxatdan o'tdik. Bu akkauntimni oldindan ro'yxatdan o'tkazganman, hech yo'q, hisobimga pul solib qo'yganman. Shuning uchun hisobimda hozircha 10,000 so'm pul turibdi. 40,000 so'mlik hafta tarif rejasiga ulangan ekanman. Hozirgi vaqtda 2 kun 3 soat vaqt qolibdi, ya'ni tugashiga. Xo'p, demak, buyurtmalarni qanday olinadi? Buyurtmalarni mana bu bo'limdan olinadi. Shunchaki mana bu bo'limga o'tilsa, mana buyurtmalar, xabar yozish, telefon qilish holatda turibdi. Misol uchun telefon qilish ustiga bosadigan bo'lsak, to'g'ridan-to'g'ri o'sha buyurtma bergan odamni telefon raqamiga telefon qilsak bo'ladi. Yoki bo'lmasam xabar yozish. Aytaylik, mana shu odamga xabar yozmoqchi bo'lsak, mana bu pastda xabar yozing degan bor, lekin hozir ulanmoqda deyilyapti, ya'ni ulanish kutilmoqda. Biroz kutib turamiz xabar yozish uchun. Mana endi xabar yozing dedi. Biz misol uchun salom deb xabar yozdim. Xo'p, xabarimiz tushishini kutamiz. Agar xabarimiz tushishi bilan bizda strelka paydo bo'ladi. Xo'p, mana xabarimiz yetib tushdi. Xo'p, bu xabar aslida qayerga ketyapti? Aslida bu Telegramdan tushgan buyurtmalarni tortib beradi bu ilova. Shuning uchun Telegram ulagan akkauntimizdan ketadi xabar. Buning uchun ko'radigan bo'lsak, misol uchun, hop, mana shu akkauntimiz ulagandik. Chiqamiz. Hop, ha bu menman deb qo'y. Mana Dilmurod deganga salom degan xabarimiz yetib tushgan. Bu odam ham misol uchun bizga atvet sifatida javob qaytarganda ham Telegramimizga keladi, ham mana bu ilovada, mana bu chat bo'limida keladi. Misol uchun mana bu chat bo'limida mana yozgan xabarimiz turibdi. Mana shu joyga u odam xabar yozsa yetib keladi bizga. U odamga ovozli xabar mana bu joydan ovozli xabar tashlasak bo'ladi. Mana bu joydan qanaqadir skrinshot rasmlarni tashlasak ham bo'ladi. Xo'p. Mana buyurtmalar tushib yotibdi. Buyurtmalarni olish uchun shunchaki yana xabar yozishga ham kirib ko'ramiz. Mana bu joyda ulanish kutilmoqda deganda bir 10 soniya kutib turishimiz kerak. O'zi natijani aytadi. Yoki ulanib bo'ladi yoki ulanib bo'lmaydi deb aytadi. Kutamiz. Mana xabar yozing desa, demak unga xabar yozish mumkin. Mana bu holatda assalomu alaykum deb xabar yozib jo'natdim. Mana xabarimiz yetib tushdi. Buni ko'rish uchun Telegramga o'taman. Mana Sherali deganga assalomu alaykum deb xabarimiz ketgan. Demak, tushunarli bo'ldi. Xo'p, mana buyurtmalar minutiga tushadi bu yerda. Mana yana buyurtma keldi. Buyurtma kelganda o'sha signal bilan buyurtma keladi. Mana bu chat bo'limida ham kelgan xabarda signal beradi bizga. E'lon joylash. Endi bu yerlar asosiy qismlar. Asosan bizda bu ilovadan foydalanish, buyurtmalarni olish. Xo'p, e'lon joylash bu shu o'zingiz obuna bo'lgan gruppada menikida ko'rinadi. Buni ustiga bosib, misol uchun o'zingiz a'zo bo'lgan gruppalarga shu yerdan turib reklamangizni jo'natishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, okey. Endi profil bo'limiga o'tadigan bo'lsak, bu yerda
mana nechta akkaunt ulasak, o'sha akkauntlarimiz ko'rsatiladi. Ya'ni nechta Telegram ulasak ham bo'laveradi. Ya'ni 10 tagacha Telegramdan ulasak bo'ladi ilovaga. Xo'p, mana bu joyda lotin kiril. Misol uchun siz lotin tilini uncha bilmasangiz, ya'ni katta odam bo'lsangiz, lotin harflarini uncha tushunmasangiz, kiril harfi o'tkazsangiz, hatto mana bu tushayotgan buyurtmalarni anaqasi ham kirilda keladi sizga faqat. Xo'p, mana chatda hamma odamlarning ismi ham kirilda. Siz xullas qiynalmasdan ishlatsangiz bo'ladi. Bu yerda yana nimalar bor? Misol uchun mana bu qorong'u rejim bor. Misol uchun mana bunaqa qilsangiz, faqat sizga qorong'u rejimda ko'rsatadi. Mana bu joyda ovozni o'chirib qo'ysangiz bo'ladi. Ya'ni sizga o'sha xabar kelganda, mana xabar keldi mana bu joyda. Qani ko'raylikchi. Xo'p, o'tib ko'ramiz. Bizga mana boyagi Sherali deganga xabar yozgandek, u odam va alaykum assalom degan xabari bizga ilovamizga yetib keldi. Shunchaki yozamiz taksi kerakmidi deb xabarimizni yuboramiz. Mana bilsangiz, men lotin tilida xabar yozib jo'natdim, lekin menga kiril harfida ko'rsatyapti. Hop, negadir xabarimiz hozircha yetib tushmayapti. Biroz kutamiz. Xabarimiz negadir ketmadi. Hop, Telegramdan ham ko'ramiz. Haqiqatan xabar ketganmi, ketmaganmi? Xabar ketmabdi, lekin bu odamga xabar yetib kelgan. Hop, demak xabarimiz tushmabdi. Shuning uchun boshdan yozamiz. Taksi kerakmi? Hop. Negadir keyingi xabarimiz mana endi ketdi. Xabarimiz odamga ham yetib tushdi. Ko'raylikchi. Mana xabarimiz bu odamga yetib tushgan. Hop, ya'ni Telegramga kirib o'tirishingiz shart emas. Telegram bitta istalgan Telegram bor. Nimani ulaysiz bunga. Keyin bemalol o'sha odam bilan yozishaverasiz. Ya'ni Telegramga o'tirish shart emas. Men prosta sizlarga haqiqatan ham xabar ketayotganligini ko'rsatish uchun Telegramni ochib ko'rsatyapman. Hop, endi sizlarda yangi kirganingizda mana bu hisob faol bo'lmaydi. Ya'ni mana bu buyurtmalarni to'g'ridan-to'g'ri bunaqa xabar yozish, telefon qilish tugmalari sizlarga ko'rinmaydi. Buning uchun to'lov qilishingiz kerak bo'ladi. To'lovni shunchaki mana bu joydan hisobni to'ldirish orqali hisobingizni to'ldirib olsangiz bo'ladi. Hop, hammaga xayr, salomat bo'linglar.